Kurtuluş yolunda sudek aktı bizning qonimiz. Sen üçün ey yurtimiz olsun fida bu canimiz. Bir asr muqaddam istiqlol marshi bu muborak ziminda ikki qitim jaranglagan edi. Ay yulduzluq ko'k bayroq bu ulug' tuproqda ikki qitim qad ko'targan edi. Buni ajdodlarimizdan iftixor bilan angladik. Bizmi avlodlarimizga ishonch bilan shuni aytamizki, pat yaqinda bu bayroq Sharq Turkistonda qayta tiklanadi. Istiqlol marshi vatanimizda qaytadan yangraydi. Cumhuriyet günümüz qutlug' bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar ekranimizda bo'lsin. Urumchida g'oyat zo'r tabiiy gaz zapisi bayqaldi. Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilish, charlab tekshirish doirasini barg'ansiri kuchaytirayotgan bo'lib, yaqinda Urumchida yana g'oyat zo'r tabiiy gaz zapisi bayqalgan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq geologiya idorasining e'lon qilishicha, yaqinda Urumchining Davanjing rayonida tabiiy gaz geologiyalik boylik zapisi 200 milliard kub metrdan oshadigan rayon bayqalgan bo'lib, bu joyning cho'ng tipdagi tabiiy gaz va neftlik shakllantirish yoshirin kuchiga ega ekanligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi yillardan buyon Xitoy Davanjing rayonida neft va tabiiy gazni tekshirishni texmo tezlatib, 7 bo'lakda 15 tekshirish quduqi burg'ilashga boshlagan va buning ichidagi 11 quduq burg'ilinib bo'lgan. Navbatda Xitoy rejimi mazkur rayonni Xitoy shirkatlariga hoddiga berish e'loni chiqarib bo'lgan. Xabarda mazkur rayondagi tabiiy gaz geologiyalik boylik zapisining 200 milliard kub metrga yetishi mo'ljallanayotganligi, agar taraqqiy qildirilsa, Urumchi va uning atrofidagi rayonlarning gaz bilan ta'minlash besimini kam deganda 20 yil yeniklatadiganligi qayd qilingan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan buyon Sharq Turkistonning tabiiy gaz, neft qatorliq boyliklarini to'xtovsiz bulang-talang qilish bilan birga bu jinoyatlarini utuq natija sifatida tashviq qilib kelmoqda. Xitoy hozirga qadar atalmış g'arbning gazini sharqqa yetkazish liniyasini 4 ga yetkazgan bo'lib, Sharq Turkistonning talon-taroj qilingan boyliklarini Xitoyga to'shiydigan bu turbi to'ri sistemasining umumiy uzunligi 20 ming kilometrdan eshib ketgan. Ukraina bilan Rossiya Istanbulda asir almashtirish suhbati o'tkazdi. Ukraina davlatlik bexatarlik va davlat mudofaa kengashining boshlig'i Rustam Umarov Ukraina vakillar o'mikini boshlab Rossiya bilan bevosita suhbat o'tkazish uchun Istanbulga yetib keldi. Rossiya bilan Ukraina 23-iyul Istanbulda o'tkazilgan suhbatda urush asirlari va asirga tushgan fuqarolarni almashtirish to'g'risida kelishim hosil qilgan edi. Umarov Telegramdagi bayonotida Istanbulga kelish maqsadining Rossiya bilan urush asirlarini almashtirishni qayta boshlash ekanligini bildirdi. U bu kunlarda Turkiya va O'rta Sharq qatorliq joylarda asir almashtirish jarayonini ravonlashtirish uchun tirishayotimiz. Kelishim tuzilgan edi. Biz uni amalga oshirishimiz kerak, dedi. Umarovning so'ziga asoslanganda Turkiyadagi yig'inlar almashtirishni qayta boshlash to'g'risida suhbatlashish uchun planlangan. Ammo yig'inga kimlarning qatnashadiganligiga munosabatlik tafsilotlar oshkorlanmagan. Rossiya bilan Ukraina 23-iyul Istanbulda o'tkazgan eng oxirgi bevosita suhbatda urush asirlari va asirga tushgan fuqarolarni almashtirish to'g'risida kelishim hosil qilgan edi. Rossiya Ukrainaga siyosiy, insonparvarlik va harbiy ishlarda to'g'ridan foydalanib xizmat qiladigan 3 guruhni qurish taklifini bergan edi. Rossiya keyincha bu taklifiga Ukraina hukumatidan javob kelmaganligini bildirgan edi. İsrailiya parlamentida Falastinliklarga o'lim jazosi berish loyihasi o'tirg'i qo'yildi. İsrailiya parlamenti Falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi berishga ruxsat qiladigan bir loyiha bilan
hukumatga sudning tasdiqlashi bo'lmay turib chet el taratqullarini mangulik taqash huquqi beradigan bir loyihani o'z ichiga olgan ikki talash tortishliq qonun loyihasini ilgari surdi. Her iki tədbir Benyamin Netanyahu'nun aşkın o'ngchi ittifoqdoshlarining qo'llashiga erishdi. Loyihalar parlamentda tunji qatimliq o'qildi va oxirgi tasdiqlanishdan ilgari texmo inchiklab tekshirish uchun komitetga avatildi. Tunji loyiha nafrat yoki Isroiliyaga ziyon solish maqsadida Isroiliya fuqarolarini o'ldirish bilan ayblangan Falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi berishga ruxsat qiladi ekan. Mazkur loyiha 120 parlament a'zosidan 39ning qo'llashi, 16sining qarshi chiqishi bilan tunji o'qishdan o'tgan. Agar bu qonun ma'qullansa, Isroiliyada 1962-yildan buyon tunji qatim o'lim jazosi ijro qilingan bo'ladi ekan. İnsan hakları təşkilatları bu təklifni ayıplab, loyihaning xususan Falastinliklarni nishon qilganligini va ishg'ol qilingan rayonlardagi Isroiliyaning ayrimchilik sistemasini cho'nqurlashtiradiganligini ogohlantirdi. Shu kuni parlament a'zolari yana hukumatning Isroiliyaning bexatarligiga ziyon soldi deb qaralgan chet el taratqullarini vaqtliq taqash huquqi beradigan Al Jazeera qonunini mangulik holga keltiradigan bir loyihani sungan. Qonun mutaxassislari bo'lsa, bu harakatning axborot erkinligini ojizlashtiradiganligi va asosiy qonun prinsiplariga xiloflik qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.